Bolalar onkologiyasi sohasidagi ilg'or tajribalar, zamonaviy davolash usullari va infeksion nazorat masalalari Toshkentda xalqaro mutaxassislar ishtirokida muhokama qilindi. Respublika bolalar onkologiyasi, gematologiyasi va immunologiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida Fransiyadan tashrif buyurgan mutaxassislar ishtirokida ilmiy-amaliy uchrashuv va ma'ruzalar tashkil etildi. Fransiyaning yetakchi bolalar onkologlari Alexandra Lomon, Shayma Marat va Marie Dominique Tabon ishtirokida mahalliy shifokorlar va hamshiralar uchun ilmiy-amaliy ma'ruzalar, tajriba almashish uchrashuvlari hamda amaliy mashg'ulotlar tashkil etilmoqda. Unda bolalar onkologiyasi va gematologiyasi sohasidagi zamonaviy davolash usullari, infeksion nazorat va bemorlarni parvarishlashning ilg'or tajribalari muhokama qilinmoqda. Men Fransiyada bolalar gematologi va onkolog shifokor sifatida faoliyat yuritaman. Bu mening Toshkentga 3-tashrifim. 3 yil avval Toshkent markazi jamoasi biz bilan xalqaro hamkorlik dasturini yo'lga qo'yish tashabbusi bilan chiqqan edi. Ushbu hamkorlikning asosiy maqsadi O'zbekistonda leykemiya va saraton kasalligiga chalingan bolalarning yashab qolish hamda sog'ayish ko'rsatkichlarini yaxshilashdir. 3 yil avvalgi ilk tashrifim davomida bu yerda bolalarga qanday tibbiy yordam ko'rsatilayotgani bilan tanishdim. O'tgan yil esa farmatsevt va klinik ovqatlanish bo'yicha mutaxassis bilan birgalikda keldim. Bu yilgi tashrifimning asosiy maqsadi saraton kasalligiga chalingan bolalarda uchraydigan infeksiyalar muammosi ustida ishlashdan iborat. Xalqaro missiyadan ko'zlangan asosiy maqsad bolalar onkologiyasi xizmatini xalqaro standartlar asosida rivojlantirish, mutaxassislar malakasini oshirish va ilg'or tibbiy tajribalarni amaliyotga joriy etishdir. Bugungi seminarda asosan bemorlardagi o'sha holatlarda, yuzaga keladigan holatlarda qanaqa tibbiy yordam ko'rsatish, tibbiy yordam sifati samaradorligini oshirish mavzusida qiziqarli muzokaralar bo'lmoqda. Missiya doirasida mikrobiologiya laboratoriyalari rahbarlari bilan uchrashuvlar, shifokorlar va hamshiralar ishtirokidagi yakuniy muhokamalar hamda ikki mamlakat mutaxassislari o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan ish sessiyalar ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Oloyorxon Hasanov, Oxunjon Normurodov, Muhammad Ali Mamajonov Ovoz informatsion dasturi uchun.